Shunaqa degin qishloqqa? Bizning qishloqqa tsunami kelar ekanmi? Bo'lishi mumkin emas. Sen shu gapga qo'shilasanmi qishloqqa? Ha, qo'shilaman, chunki yangiliklarda aytishdi. Ha, men ham qo'shilganda bo'laman. Barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan Teknik Minecraft yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Videoni biz boshladik. Ertalabdan yomon yangiliklar, bizni qishloqqa tsunami kelar emishmi? Bu qishloqlar yangiliklarni ish qilib har kun yangiliklarda o'tiradimi deyman. Bizda kasketcha bor, ko'p qurollar bor bizda. Mana otsa bo'ladi, nayza. Bularni sotib olgan edim mana. Bizda juda ham ko'p bulardan. Qayoqqa tushibdi ekan? Bu yerga tushibdi. Yaxshi. Olamiz buni. Bu tarafga ham otuvdik mana. Bizda bundan juda ham ko'p desam adashaman, lekin bor. Ja, unday ko'p emas, lekin bor. Qayoqqa tushdi? Menimcha bu yerlarda emas. Qayoqqadir uchib ketdi. Mayli. Bitta kamaysa hech nima qolmaydi. Tak. Hozir biza bunker qurishimiz kerak agar lavali tsunami kelayotgan bo'lsa. Albatta hozir videoni yoqaman bolalar, birinchi biz hozir lavali tsunami uchun bunker qurishimiz kerak. Bolalar, sizlar Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Telegram kanalimda modlar, yangiliklar, shunga o'xshash narsalar tashlab boriladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal biosida yoki opisaniyada bo'ladi. Albatta o'tib qo'yinglar. Mana shu tarafdan. Tak. Shunaqada qishloqqa, qishloqlar ham hozir kirar ekan, mana ko'rib qo'yishingiz mumkin. Uydan biz narsalarni olishimiz kerak edi. Bitta narsalarni olishimiz kerak. Birinchi notebookni olamiz, keyin bularni hozir boltani olib olaylik. Bolta bilan tez hamma narsani olamiz. Bularni birinchi olamiz. Hop, divonni ham. Bular turaversin. Sandiqlarni ham olishimiz kerak, akvarium, hamma narsani olamiz. Hech narsani qoldirmaymiz, obunachilar. Tak. Mana biz bitirdik. Ko'rib qo'yishinglar mumkin. Bu mening xonam, hamma narsani joylashtirib oldik. Mana hamma narsalar turibdi. Bu yerda hamma narsalar, bu yerda qishloqlar uchun joy. Keyinroq ko'rsataman. Bu yer mening notebookim. Bu mening notebookim, ya'ni bundan ko'p narsalarni ko'ramiz. Mana bu kamera dronimiz. Obunachilar ko'rib qo'yishinglar mumkin. Hamma joyni lava bosib ketgan. Bu lava qachon tugaydi? Endi bilib bo'lmaydi. Juda ham ko'p, o'zi hamma joyni bosib oldi lava. Oho, hamma joyni bosib olibdi lava. Mana bu yerlar hali bu taraflarga kelmagan ekan. Lekin hamma joyni bosib olibdi obunachilar. Mana ko'rib qo'yishinglar mumkin, hamma joyni lava bosgan. Endi biz qachon lava tugasa, o'sha payt chiqamiz bu bunkerdan. Ungacha shu yerda hayot kechiramiz. Xohlasanglar hozir mana bu yerdan chiqib ko'rsatishim mumkin. Suvlar bor, suv. Biza tepadan tushib chiqish uchun shu yerga suv qo'yganmiz, qolganiga narvon. Hop. Nega chiqib bo'lmayapti bu yerga? Chiqishimiz kerak. Lava bos. Yo'q. Tezroq pastga. Eshikni yopishimiz kerak. Suvga tushamiz. Bolalar, ko'rdim videolarni rekka chiqarib yuboribsizlar o'zi, like bosibsizlar, lekin obuna bo'lmabsizlar. Obunachilar kam bo'ldi. Shu bitta bunani bosib qo'yinglar.
sizlardan hech nima ketmaydi. Iltimos, bu mening uchun katta rivoj, katta rivoj. Videolar chiqishi uchun motivatsiya bo'ladi. Xayr, Telegram kanaliga ham o'tib qo'yish esdan chiqmasin.